Assalomu alaykum, hurmatli sotuvchilar. Kobaltlarimiz navdaydi. Tayyor 2024 tayyor Cobalt. Qaranglar. Hozir ko'chada sotilib turgan tayyor 2025 Besparabek Cobalt 160 million so'm. Nomeri bilan 162, 163, 165 ham sotilib turibdi. Endi men sizlarga 2024 tayyor narsa ko'rsataman. Qarang, birinchi nomer olingan. 17'lik sakadiskalar balonlari hamma vaji qo'yilgan. Farlarına ledlari qo'yilgan, tonirovkalar urilgan, pakalina metan gaz o'rnatilgan. Chexol, polik, xullas hamma narsasi tayyor. Qarang. Mashinani bir chetdan obzor etib beraman hozir ikkisini. Mashinamiz dim idealniy holatda. Probegi 8600. Rullarına aynan cruise kontrollari qo'yilib, black piano atilib, multimedialari qo'yilib, taxlangan. Chexollarına qarang. Zo'r chexol, polik, evakor poliklar. Hamma narsasi qilingan. Pakalina metan. Mana. Tonirovkalari ham bor. Zapaskalar yana tushmagan mashin dim idealniy. Kraskalari top-toza. Mashinamizning bahasi 165 million so'm. Pul naqd bo'lsa ustida kelishamiz. Barter, avtokredit variantlari ham bor. Keyin ikkinchi Cobaltimiz. Bu ham 2024. Mashinamizga ajoyib etib mehr bergan. E'tiborbaringlar, zo'r diskalar qo'yilgan. Balonlari toza balon. Ikkisini baloni bir xil ekan. 17'lik zo'r holatda. Qarang, endi bu mashinamizdan ledlari qo'yilgan ikkisida ham. Mechigari bor. Salonlarına qarang. Idealniy. Chexollar qo'yilgan. Probeg 4000 km yurgan. Malibu 2 rul. Mechigari, video registratori, hamma narsasi bor. Mashinani qarang. Idealniy holatda. Zo'r turibdi. Bunda lekin metan yo'q. Metan gaz qo'yilmagan. Benzinda. Kima qiziq bo'lsa, yarashtirib beramiz. Buni narxi bu mashinamizniki 160 million so'm. Gaz yo'qligi uchun uni gazi bor 165 million so'm. Pakalina gaz. İkisinde ham lekin zo'r diskalar qo'yilgan. Qarang, mashin bir-biridan mazot turibdi. 2024 kraskalari top-toza. Kima qiziq bo'lsa, yana bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 97'lik 363 80 80. Naqd barter avtokredit variantlarimiz bor. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Bundan tashqari bunda yana bir trekkerimiz bor. 2023 LTZ kraskalari top-toza. Mashinamiz 21 000 km yurgan. Mashinamiz zo'r holatda turibdi. Salonlarni ham ko'rsating. Dim akkuratniy holatda turibdi mashinamiz. Probegi 21 000. Ko'rsandimi? Shuna qiziq bo'lsa, Trekker LTZ varianti 2023. 21 000 yurgan, kraskalari toza. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Musofirda yurgan yurtdoshlarimiz ham eson-omon do'lib toshib, oilasini aldina kelishlarini tilab qolamiz.